Odamzod qaysi saboqni unutmasligini maslahat berasiz? O'lim degan saboqdir. O'lim? Bir kun o'lish kerakligini aniq biladi inson. Unutmaslik kerak. Eng go'zal sabab bo'lsa kerak shu. Bo'ldi. O'lim, nuqta. Hamma narsa tugaydi. Palonchi pismadonchi o'ldi. Endi palonchi pismadonchi emas, endi u mayyit. Mansabingiz bor-a, o'lgan kuningiz almashtirib qo'yishadi. Taxo mashinasi bor. O'ldi, bo'ldi. Taxo yo o'g'lingizga, yo ukangizga, yo xotiningizga qoldi. Endi u sizniki emas. Hattoki bilasizmi nima bo'ladiki? Nomingizdan ham o'chirib o'zining nomiga o'tkazib oladi. O'lim sizga tegishli hamma narsani to'xtatadi. Hamma narsani. Odatda bizni muammolarimiz o'limni eslamaganligimizdan, o'lmaydiganday bo'lib yashaymiz. O'limni ko'proq eslang, Inoyatullo aka unaqa yugurmaysiz ham ko'pki. Dadasi, menga falondan, onasi baribir o'lib ketar ekanmiz. Nima qilasan, shuni taqmay qo'ya shu zarvandani deysiz.